Assalamu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga bilimsizga ish yo'q, ishsizga ash degan tekstni o'qib beraman. Bilimsizga ish yo'q, ishsizga ash. Burunqi zamonda bir boy o'tgan ekan. Uning hisobsiz mol dunyolari, hashamatlik saroy hovli aramlari, top-to'lma podilari bor ekan. Malay ve çakarları hizmetiga tayyor ekan. Buni arzuluq erken ayniq bir o'g'li bo'lib, ahmoqning do'sti to'la piyozning po'sti degandek, uning bir og'aynisi bor ekan. Ertadan kechgacha jahondan bo'lgan otam mozorga shayx man tayyorga deb og'aynilari bilan ishi qaygan yerlarda o'ynab kunni bekor o'tkazadi ekan. Kunlarning birida boy o'g'lini chaqirib, "O'g'lim, hunar o'rgan, ilm o'qig'in, hunarlik har bo'lma, kuningni bekor o'tkazma" deb nasihat qilibdi. Boyning o'g'li bu nasihatlarni quloq tubidan o'tgan shamoldek his qilib, o'ynab kulib yuraveribdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Bir kuni boy to'satdan o'lib qolibdi. Boyning o'g'li avvalgidek otasining qolgan mol dunyolarini yeb, bahramand o'ynab tomosha qilib o'taveribdi. Yetib yesa tog'mi toshmaydi degandek, otasining mol dunyolari tugab, bir parcha nonga zor bo'lib, yig'lab qaqshab g'amga petibdi. Bir kuni og'aynilarini esiga keltiribdi. Ularning panoh tilab rastiga chiqibdi. Pul bor chog'da ming do'st, pul yo'q chog'da qani do'st degandek, uni ko'rgan og'aynilarini har tarafga qichishibdi. U chunqur tortib, ana vaqtda otam hunar o'rgan, ilm o'qig'in deb nasihat qilsa quloq solmabdiman. Bilimsizga ish yo'q, ishsizga ash degan haqiqat ekan, debdi pushaymon bilan. Xo'sh.